Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Craft Zerik. Do'stlar, bu One Block'ni ikkinchi qismi bo'ladi. Do'stlar, negadir ikkinchi qismini juda ham tez chiqarib yubordim, chunki aktiv juda ham past. Men shu past qolayotgan aktivni ko'tarmoqchiman do'stlar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, barcha videomni ko'rib chiqing. Yana bo'lmasam ketdik. Do'stlar, men ajoyib mod qo'shganman. Hoppali, invertorga hech narsa bo'lmabdi-yu. Va mana bu yerdagi invertorimni qaranglar. Va Java Combat. Ya'ni birorta mobni hozir ursam, ikkalasi ham urilib ketishi kerak mening nazarimda. Xuddi shunday lekin men topib qo'ydim. Buni zombi va skeletlarda qo'llash kerak edi. Mayli nima ham derdik. Do'stlar, mana bu videodagi asosiy maqsadim mana bu One Block'ni levelini anchagina qilib qo'yish. Qani bo'lmasam ketdik. Va do'stlar, biz anval yasadik. Bir uxlaraydik. Do'stlar, endi biz Nezerga ketishimiz kerak. O'zi One Block'da Nezerga ketib bo'ladimi? Savolga ham javob topamiz. Qanday qilib deyishingiz mumkin. Menda ikkitalak lava bor va men mana shu ikkalasi orqali men ularni ko'paytirib olishim mumkin, do'stlar. Qanday ko'paytirishni ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Qani videoni ko'rishda davom eting. Bilmaganlar bilib oladi, bilganlar esa ko'rib oladi. Yo'q. Bu osib o'ldirmoqchimisan buni? Hoppali, tayyor. Endi bizga deep slate va tosh kerak. Aynan bu ikkalasi emas. Xohlagan bir yonmaydigan blok lavada. Endi bu yerga ana idishlar kerak. Sehrgarni uyda bo'ladigan idishlar kerak. Mana shu yerga qo'yiladi. Va endi biroz tepaga chiqish kerak. Mana do'stlar, endi bu yerga lava qo'yiladi. Lava bor. Mana shu uchala joy bo'ldi. Bunga qaranglar do'stlar. Piksellar yo'qolib qoldi mod tufayli. Chiqmayapti. Bizga bitta bo'lsa ham temir kerak, chunki temir bo'lsa yasay oladigan narsalarimiz ko'rib turadi. Mana do'stlar, men shu narsani nazarda tutgandim. Do'stlar, biz upgrade oldik. Oy, qor bu. Do'stlar, men o'zimda bor temirlardan komposter yasamoqchiman. Qoldi ekan. Uzr nomini almashtirib yubordim.
Mana do'stlar. Mancha lava mana shu uchtasida bor edi, o'zi bor yo'q. Mana shunda bundan endi oqish kerak lava. Akakol. Mana kutish kerak biroz. Biroz kutish kerak. Menda hech qisi yo'q, barchasiga kelib chiqamiz. Yo'q. Oh yeah, upgrade. Siz shunda hozir 4-levelga o'tamizmi? Короче, да, qancha yozsak ham. Dush deysam. Ey! Yo'q. Menga o'tib qilish kerak. Yo'q. Kuchim yo'qotdim. Voy! Ha, go'shtni tashlab yubordim. Yetishsak ana yerda bor. Do'stlar, bizda shuncha suyak va sugar cane bor. Skelet spawner. Menga nimaga kerak? Ha, men topdim. Men endi mob ferma qurishim kerak. Yaxshi, shuni ko'rib esimga tushdi. To'g'ri, men mob ferma qurishni bilmayman, lekin YouTube va boshqa sahifalardan ko'rib ozgina bo'lsa ham esimda qolib ketgan joylari bor. Shuning uchun hozir birinchi navbatda biz chelaklar yasaymizmi va mob fermani quramiz. Do'stlar, men o'zimga kerakli bo'lgan hamma resurslarni yig'dim. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda menga kerakli hamma resurslar bor. Endi mana shu yerdan qursak ham bo'laveradi. Yo do'stlar, men buni qurib bitkazdim. 1 qavat emas, o'zi ham 2 qavat. Eng qizig'i do'stlar, men nima topib olganimga qarang. Bu yerda men sandiqlarni kavlab budamlamani oldim. Endi esa do'stlar, bizda mana bu yerda zombi qishloq villager bor edi. Endi menga oltin kerak, uni oddiy villagerga aylantirish uchun. Menga bitta yetadi, ortiqcha bo'ladi. Yaxshi. Do'stlar, meni firmam ishlayapti, qoyil. Men buni birinchi marta ko'rishim. Yaxshi. To'g'ri qolib ketgan bo'lmasin. Voy, yo'qolib ketdi-ku bu. Do'stlar, o'zi ham yarim soat deganda qurdim, yarim soat. Yaxshigina qiyin ekan buni qurish. Bularni olib qo'yaveramiz, chunki hali bizda ana bu yerdan zombi villager ham kelib qolishi mumkin. Yaxshi. Mana creeper ferma qurib qo'ydim. Ha. Albatta, bir tekshirib kelaylikchi. Qani ketdi, bir tekshiraylik. Ha, men creeper ferma qurib qo'yibman. Mana bu yerda bloklar keraksiz. Yaxshi. Creeper ferma, bu qatorni qo'yapman. Mana shu creeper men ko'rayotganda ham mana shu yerda yuradi. Ha, yetishyapti-ya. Mayli.
Bo'ldi, boshqa creeper hali tushmagan. Do'stlar, prям mana bu daraxtlar juda ham o'sib ketdi. Buni chopishimiz kerak. Va do'stlar, bizda yog'ochlarni qarang. Bunga bizga bitta uy qurib olsak ham bo'ladi. Uy qursak ham anchagina ortib qoladi. Endi bularni ekib chiqamiz. Tushmayapti bu yerda. Do'stlar, bizani lava ishlayapti do'stlar. Prosta bizda ko'rinmas ekan bu yer. Do'stlar, ishlayapti. Oye. Bu videodan yaxshigina fermalar qilib qo'ydik, lekin asosiysi mana shu ferma ishlayapti do'stlar. Hali buni uzaytirib mana shu yergacha olib borib, lava ko'paytirib. Qarorchida. Endi men blokni keyingi levelga olib borishimiz kerak. Qani bo'lmasam ketdik. Do'stlar, bizda upgrade. Ko'chada esa yomg'ir. Shu yerda turaveramiz. Bizda jungli. Do'stlar, mana bu yerdan negadir creeper va undan tashqari umuman mob tushmayapti. Menimcha endi 5-10 daqiqa AFK'ga turib olsak kerak. Do'stlar, men 6 daqiqa qarorchi, nima deydi? AFK'ga turdim va ikkitagina creeper uyalmasdan. Do'stlar, shu joyda videoni to'xtatamiz. Tomoshangiz uchun kattakon rahmat. Iltimos, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz ham bir 1000 ta obunachiga erishaylik. YouTube'imni o'zi nomim tagida shapka bor. Shu yerdan Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz juda ham zo'r bo'lardi. Donat alert ham bor. Shu yerdan donat tashlasangiz undan ham zo'r bo'lardi. O'zim ishlatgan barcha modlar Telegram kanalimda bor. O'tib bemalol obuna bo'lishingiz mumkin do'stlar. Tomosha uchun kattakon rahmat. Albatta 3-qismi chiqadi. 3-qismida nimalar ko'rishimni kommentariyaga belgilab ketinglar. Tomoshangiz uchun rahmat. Barchaga xayr do'stlar.